Bugun nihoyat remontimizni tugatamiz. Oxirgi ishimiz reshotkalarni oq kraskaga, polni bo'lsa polovoy qilib bo'yashimiz kerak edi. Birinchi bo'lib bo'yim va sabrim yetgan joygacha oq kraska qildim. O'zi aslida bu joyini dadam ishdan bo'sh paytim qilib beraman degdi, lekin ishga uzoqqa ketib qolib, o'zim qilishga to'g'ri kelib qoldi. To'g'risini aytsam, bunaqa qiyiq joyda kraska qilish rosa ham qiyin ekan. Asablarim menga chiqdi. Har kun shu ish bilan shug'ullanadigan ustalarga qoyil kosa arziydi. Shu remont tugab, ayvonimizni tayyor bo'lgan holatini tasavvur qilib, o'zimni shirin hayollarga chalg'itib, amallab qilib oldim. Eng tepa joylarini, ya'ni patolog qoldi, uni endi dadam qilib beradi. Men bo'lsa polga o'tdim. Kraska yetib qolsinda ish qilib deb xavotir bilan qildim. Chunki yetmasa agar hozir boshqa kraska olib kelib qilish uchun ham ko'p vaqt ketib, remont yana cho'zilishi mumkin bo'ladi. Bo'lib ham hozir rosa issiq, ko'chaga umuman chiqib kelmayapti. 1-2 kunda parda tayyor bo'lib qolsa, gilam bilan solib yana bitta video qilib beraman. Sizlar uchun tayyorlayotgan oldinda juda ham qiziqarli videolarim bor. Qo'llab-quvvatlab, aktiv bo'lib tursanglar, har kuni qo'yib borishga harakat qilaman. Remontimizni bugungi qismida polni tozalov va kraska qilish, birinchi bo'lib patolog va reshotkalarni yaxshilab artib, oq kraskaga tayyorlab qo'ydim, lekin hali oq kraska olib kelmadim. Plambadan oshgan polovoy bor. Uni so'riga va so'rini rozoviy joyiga ishlatsam, oq kraskani kechki payt olib kelib, ertangi videoda qilaman, chunki bugun parda ko'rgani borishim kerak edi. Oq kraska qilishga vaqtim yetmaydi. Patoloyni burchagiga ari in qurib olgan ekan. Artishdan avval o'sha inini olib tashlaganidim. O'zi ham ish tugaguncha men bilan olishdi. Amallab artib oldim. Eng ko'p kelayotgan xabarlardan biri og'ir ishda, remontda erkaklarga qo'ying deyilgan. Bu ishlar men uchun yengil, qolaversa men faqat bo'yab, artib tozalab, rangini o'zgartiryapman xolos. Tosh tashimasam, sement quymasam va biz yoshligimizdan opa-ukalarim bilan har yili remontimizni o'zimiz qilib olamiz. Men uchun bu ishlar xamir qilib kir yuvishdan ko'ra osonroq va meni vaqtimning ko'p qismi uyda o'tadi. Zerikishdan kelib chiqqan hobbi desa ham bo'laveradi bu remont ishlarini. Shu bilan ko'rib turganinglardek kraska bitdi. Polni tepasini oxirida kraska qilaman. Tepsalanganda yomon bo'lib ketishi mumkin. Devorga qilgan ohagimni oppoq bo'lib qurib, yaraqlab qolganini tomosha qilib tursam, ko'chadan chaqirib qolishdi. Yugurib chiqsam, zakaz qilgan chok mashinam kelib qolgan ekan. Bilgan biladi. Bilmaganlar uchun avval chevarchilik bilan shug'ullanganman. Chok mashinalarim soni 9 taga yetib, ish zo'r ketayotganda chevarxonamga o't qo'yib yuborishgan va shu bilan o'zimga bitta overload olib qolib, qolganlarini sotib, onamlarning yoniga ketgan edim. Kelib, mana endi qaytadan mashinalar yig'ishni boshladim. Ustalar mashinani yangi qarabqada olib kelib, yarim soatga qolmasdan tikkalab ketishdi. Mashina narxiga qiziqqanlar uchun $330 bo'ldi. Agar sizlarga ham har xil turdagi chok mashinalar kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beruvchi ushbu sotuvchilarni tavsiya qilaman. Instagram va Telegram profillarida chok mashinalarga oid qiziqarli ma'lumotlar ham bor. Narxlari ham hamyonbop. Uyda o'tirib olib, istagan rusumingizdagi chok mashinani tanlab zakaz bersangiz, tezda olib kelib o'rnatib ketishadi. Bu eski chok mashinam Averlo. Agar sizda shu ikkala mashina bo'lsa, kiyimlaringizni choklarini mustahkam, sitilib ketmaydigan qilib o'zingiz tikib olasiz. Bugungi remontdan keyin bu joy ancha o'zgarishiga ishonaman. Demak, ishni boshlaymiz. Birinchi hisoblagichni o'chirdim va osilib turgan toklarni qolipiga joylashni boshladim. Birinchi oson tuyuldi, keyin bo'lsa qiyinlashib ketdi, lekin uddaladim. O'ta go'zal bo'lmasa ham har qalay chiroyli chiqdi. Endi navbat devorlarni ohaylashga. Avvallari ohayda bir kun uyutib, keyin qilinardi. Hozir bo'lsa tayyori chiqibdi. 7000 so'mga oldim va bu menga bir suloy qilishga yetdi. Birinchi qopdagi ohayda shundoq quyib qivoribman. Devor g'adir-budur bo'lib qoldi. Nega unaqa bo'ldi desam, ohayda tayyorlab olgandan keyin suzib olish kerak edi ekan. Men buni ikkinchi qopda olganimda qildim. Natija endi qanaqa bo'ladi, quriganda ko'ramiz. Bugun devorni tugatib, pollarga ham o'tsam kerak deb o'yladim, lekin ohayda 2 sloy qilganim uchun o'rtada devorni qurishiga 4-5 soat vaqt ketdi. Kechga borib quridi. Buni endi sizlarga ertangi videoda ko'rsataman. Patolog va pollarni artganimda rasman ochiladi endi. Parda tanlashga xudo xolasa ertaga boraman va sizlarga ham ko'rsataman. Rangini birga tanlaymiz.
Remont uchun ba'zi narsalarni olib kelib olib, ertalabki salqinda ishni boshladim. Ohak va uni shotkasini ham oldim. Devorni ko'chirib tashladim kecha esinglarda bo'lsa, uni yamash uchun rutbini ham oldim. Devordagi eski boyalarni oson tozalash uchun suv sepib, keyin kiring deb tavsiya berishgan ekan kommentariyada. Shu usuldan foydalangandim. Ishim ancha tezlashdi, lekin shu devor tozalashga ancha vaqtim ketib qoldi. O'zi bugun ohak qilib, polni kraskaga tayyorlashim kerak edi. Ulgurmadim, chunki devorni kirish paytida govak joylari ko'chib, o'sha joylarini suvoq qilishga to'g'ri keldi. Devordagi teshikchalarni kavlamasdan shundoq ish tiqib ketaverganimda o'zimga ish ko'paymasdi, lekin govak joyiga g'ashim kelib, ozgina ko'chirsam katta bo'lib ketdi va men ularni 2-3 soat deganda yamab chiqdim. Chunki X-loy berildi devor chuqur bo'lganligi uchun. Shu bilan bugun devor ohak qilishga tayyor bo'ldi. Ertaga nasib qilsa devorga ohak, polga kraska qilsam, qolgani tezda bitadigan ish deb o'ylayman. Bu so'rimiz anchadan beri shunaqa bir xil holatda turar edi. Qanchalik o'zgarishiga o'zim ham rosa qiziqib ketyapman. Bugundan endi so'rini remontini boshlaymiz. Birinchi bo'lib bu yerda bo'shatib oldim va devordagi qurib qolgan vadmisoniylarni ko'chirib tozalab tashladim. Pol uchun kraska tayyor, lekin devoriga biroz o'ylanib turibman. Oq kraska qilib qo'yaymi, ohakmi yoki vadmisoniymi? Menga qolsa ohaylab qo'yaman, chunki u oftobga chidamli, kir bo'lib ketishi mumkin, lekin quyoshda ko'chib ajrab qolmaydi. Minus tarafi bo'lsa, devorga teginganingizda ohak kiyimingizga yoki qo'lingizga oqarib chiqib qoladi. Pardaga kesak o'zi yaxshi edi, quyoshda ham to'sib turadigan qalingina, lekin bu pardaga ham ancha bo'ldi. O'zgartirish kiritmasak biroz zerikarli bo'lib qoladi yashash. O'shaning uchun uni sal yarkiroq, lekin quyoshda to'sib turadiganiga almashtiradigan bo'ldim. Polosti bo'lsa, Jahon bozordan birga tanlaymiz sizlar bilan. So'rimizni avvalgi holatidan farqli va shinamgina qilishim uchun tavsiyalaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Indinga Qirg'izistonga chiqishimiz kerak, ya'ni 25-iyunda tug'ilgan kun bor. Dadam uchun kiyim olishimiz kerak edi. Kakras Paxtaobod bo'yicha eng sifatli va qimmat kiyimlar sotadigan Eurostyle erkaklar kiyim do'koni 50% skidka e'lon qildi. Bu degani siz 500 minglik kiyimni attiga 250 ming so'mga olasiz. Skidkaga ulgurish uchun siraz yo'lga otlandim. Do'kondagi hamma kiyimlar 100% Turkiya va Xitoydiki. Ko'p hollarda kiyinishingiz odamlarda sizga qanaqa munosabatda bo'lishini belgilaydi. Shuning uchun kiyimlar tanlovida adashmang. Qimmat va sifatli kiyimlarni cho'ntagingiz ko'tarmasa, mana sizga 2 kunlik imkoniyat. 50% chegirma 24-25 iyun kunlariga amal qiladi. Dadamni kiyinish uslubidan kelib chiqib, kiyimlarni komplekt qilib oldim va shu yerda sizlar bilan kichik konkurs o'tkazamiz. Ushbu men tanlagan komplektni skidkadagi narxini birinchi bo'lib to'g'ri topib, kommentariyaga yozgan odamning kartasiga ertaga pul tashlab beriladi. Do'konni Paxtaoboddan tashqari 5 ta joyda filiali bor. Profilga o'tib, filial manzillarini olsangiz bo'ladi. Paxtaobod do'kon manzilini tushuntirsam, bir tarafda Mo'jiza savdo markazi, ikkinchi tarafda Fransburger kafesi, o'rtasida Eurostyle do'koni joylashgan. Sifatli qimmat kiyimlarni arzon narxda olishga ulgurib olinglar. Kraska ishimiz davom etadi o'rtoqlar. Bu tarafga ko'p quyosh tushgani uchun devordagi vadmisoniylar qurib ketganida va men ularni ko'chirib tozalab chiqdim. Hozir pastki qismini kraska qilsam, keyinroq devorlarni vadmisonka qilaman. Tapichkamga ahamiyat bermaysizlar. Topganimni kiydim. O'zimni tapichkamni bir poyi yerda ham ko'kda ham yo'q. Shanba kuni bozorimizdan ovolaman endi. Ungacha shu tapichkadaman. Keyin bir narsani bilishinglarni xohlardim. Bu ishlarni qilish, ya'ni kraska, remont aslida erkaklarning vazifasi. Men bo'lsa uyda bekor o'tirganim uchun va bu ishlar og'ir emas, yengil bo'lgani va men har zamonda uyga o'zgartirish qilishni yaxshi ko'rganim uchun qilyapman. Shu joyda kraska qilishimga 35 minut vaqt ketibdi. Bir kunda 1 soat vaqtimni uyda remontiga sarflasam, bir haftada uyimiz o'zim plan qilgandek bo'lib qolar ekan. Navbatdagi videoda endi so'rini ro'zaviy joyini kraska qilib, pardalarni yangilab, devordagi qurib qolgan vadmisoniylarni ko'chirib, polosini ham yangilab, xullas shu joyga o'zgartirish kiritamiz. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Opa, Palomet sayfamizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, 3 kunlik dam olish vaqtini topshiryapmiz. Obuna bo'lganmisiz? Sizlarga obuna bo'lganman. Qani?
Ko'rib turganinglardek, Paxtaoboddagi Polvon Med больницасida 3 kun dam olish va davolanish uchun vaucher yutib oldim. Kelinglar endi tanishib chiqamiz. Agar siz ushbu klinikaga joylashsangiz, davolanishda meditsinadagi eng so'nggi usullardan foydalanib, sog'lig'ingiz tiklashadi. Klinika xonalari barcha talablarga javob beradigan Wi-Fi, televizor, konditsioner va muzlatgich bilan jihozlangan 1, 2 va 3 o'rinli qulay xonalar mavjud bo'lib, har birida alohida sanuzil va yuvinish xonalari bor. Kun davomida siz fizioterapiya, massaj, fitobar, 3 mahal ovqat bilan ta'minlanasiz. Endi Polvon Medda boshqa tarmoqlari bilan tanishtiraman. Paxtaobod sentrdan Andijon shahariga qarab yurishda Melisaxonaga yetmay o'ng tarafda shinamgina Polvon Burger kafesi, Paxtaobod poliklinikasi to'g'risida Polvon Med aptekasi va Raddomga qarab yurishda ham xuddi shu ko'rinishda apteka, laboratoriya tekshiruv joyi bor. Shu yerga kelganimdan foydalanib, gemoglobinimni o'lchatib oldim. 3 minutga qolmay javob chiqdi. 68 ekan qonim. Paxtaobod sentrda ham shundoq bozor yonida yana bir tarmoq bor. Bu yerdagi apteka endi ishga tushadi, lekin yonidagi Kids marketda bolajonlar uchun kerak bo'ladigan hamma narsani topsangiz bo'ladi. Agar siz Polvon Medda Instagram sahifasiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, ushbu ko'rsatgan joylarimdan xaridni chegirma asosida qilishingiz mumkin bo'ladi.